Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Farg'ona qayerda aka? Assalomu alaykum. Farg'ona Toshkent rayon Navbahor. Mana shu akamizga 1.5 NL pechkamizni olib kelib o'rnatib berdik mana. Xudo xolasa aka yoqdimi sizga ishlarimiz? Xudoga shukr. Malades. Bosinglar gazini. Ana o'sha sinovdan o'tdi, mana yonib o'shdi xudo xolasa. Men javob Farg'onaga. Xudo xolasa zo'r chiqdi inshaalloh akamizga yoqdi. Pastga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar, like bosinglar. Orqa tomonda ham. Buni asalligini qarang, asalligini. İşleri ham juda terib qo'ygan ishlari ham. Xudo xolasa mana akamizga yoqdi ishlarimiz. Inshaalloh mana shu orqa tomoni ideal birgishligiga ozgina chiqib qoldi, chiroyli bo'lib. Ashinisi bilan chiroyli bo'lar ekanda. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, xudo xolasa aloqaga chiqarasiz. Men javob kimga tushunmovchilik bo'lsa, zo'r ekan, gap so'z yo'q. Bo'ldi. Ha. Malades uka. Bunday olar ekan. Menga yo'q. Xudo xolasa aka